Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Abdulaziz Campus platformasining YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi mavzuyimiz Turkiya burslari, ya'ni Turkiya hukumatı tomonidan chet ellik talabalarga ajratiladigan davlat granti haqida gaplashamiz. Ushbu grant o'zi nima? O'z ichiga nimalarni qamrab oladi va ushbu grantga qanaqa qilib hujjatlarni topshirsa bo'ladi? Shu haqida bafurcha gaplashamiz. Issiq choylarni damlab olinglar, biz boshladik. Videoni boshida tushunganinglardek, ushbu grant davlat granti hisoblanib, faqatgina chet ellik talabalarga, ya'ni Turkiya vatandoshi bo'lmagan talabalarga ajratiladi va ushbu grantga dunyoning har xil chekkasidan, Lotin Amerikadan bo'lsin, Yevropadan, O'rta Osiyodan va hattoki Afrikadan ham talabalar ushbu grantga o'z arizalarini jo'natadi. Ushbu grant o'z ichiga nimalarni qamrab oladi? Birinchi o'rinda bu aviabiletingiz. Ya'ni Turkiyaga o'sha grant yutganingizda kelishingiz uchun aviabilet va bakalavr o'qisangiz 4 yil, magistratura o'qisangiz 2 yil, o'qishingizni bitirganingizdan keyin mamlakatingizga qaytib ketishingiz uchun ham aviabilet sizga olib beradi. Ikkinchi o'rinda bu Turkiyaga kelganingizda bir yerda yashashingiz kerak. Agar grantda o'qimasangiz, siz boshqa talabalar bilan yoki kerak bo'lsa bitta o'zingiz xususiy yotoqxona yoki kvartira ijarada tutishingiz kerak bo'ladi. Xuddi menga o'xshab, men davlat universitetida o'qiyman, lekin kontraktda o'qiyman. Mana videoga otgan operatorimiz bilan bitta uyda yashaymiz va biz ijara to'laymiz. Talaba uchun bu ham katta xarajat. Agar grant yutib kelsangiz, grant shu narsalarni sizga qoplab beradi. Siz yotoqxonada bepul yashaysiz va yotoqxona sharoitlari ishonsanglar bo'ladi, juda ham yaxshi, juda ham chiroyli bo'ladi. Uchinchi o'rinda bu albatta Turkiyaga kelishinglardan asosiy maqsad bu ta'lim olish. Olayotgan ta'liminglar mutlaqo bepul bo'ladi. Xoh bakalavrdan grant yutinglar, xoh magistraturadan davlat uchun hech qanaqa pul to'lamaysizlar. Va hatto til kurslari, ya'ni siz turk tilini bilmaysiz yoki ingliz tilini bilmaysiz, lekin siz grant yutdingiz, o'qishingiz kerak universitetda, darslarni tushunishingiz kerak. Siz birinchi bo'lib 9 oydan 12 oygacha, ya'ni 1 yilgacha til kurslarini o'qiysiz. Til kurslarini o'qish ham grant o'z ichiga qamrab oladi, bu ham mutlaqo bepul bo'ladi. Solishtirishinglar uchun xususiy universitetlarda shu til kursini o'qish $1200 dan boshlanadi, davlat universitetlarida $900 dan boshlanadi. Shu darajada grant sizlarga, ya'ni imkoniyat yaratib beradi. Va 4-o'rinda bu soliq sug'urtasi. Nimaga soliq sug'urtasi 4-o'ringa qo'ydim? Chunki bu ham eng muhim bir faktorlardan biri. Turkiyaga ta'lim olishga kelayotganlar asosan yoshlar, bakalavr 21 yoshgacha, magistratura 30 yoshgacha. Bakalavr ko'proq qism bo'lgani uchun yoshlar deb aytaman. Yoshlar kasal bo'lib qolishi mumkin, shifoxonalarga ishi tushishi mumkin. Shu holatlarda grant sizlarga soliq sug'urtasi qilib beradi. Juda katta chegirma bilan yoki mutlaqo bepul sizlar shifoxonalarga borib o'zingizlarni bir medosmotrdan o'tkazsanglar bo'ladi. Va 5-o'rinda bu sizlarga yeb ichishinglarni ham ta'minlaydi. Ya'ni sizlarga 2 mahal ovqat beradi. Grant dasturi doirasida bu universitetlarda yeb ichish bo'lsin yoki o'sha yotoqxonaning o'zida bo'lsin 2 mahal ovqat yeysizlar. Va eng asosiy qismi bu talabalarga stipendiya ham beradi. Ko'p davlatlarda, mana biz yaqinda Xitoy yo'nalishini ham ochdik. Xitoy davlat grantlari sizlarga faqat stipendiya beradi, lekin yeb ichishinglar bilan ta'minlamaydi. Turkiyada sizlarni yeb ichish bilan ham ta'minlaydi. Undan tashqari stipendiya ham beradi. Stipendiya $130 atroflarida bo'ladi, 7000 lira atrofida bo'ladi. U ham grantga qarab. Ushbu ma'lumotlarni Turkiya burslari rasmiy sahifasidan, rasmiy platformasidan topsanglar bo'ladi va norasmiy imkoniyatlari ham bor. Bulardan bittasi talabalarni Turkiyaning har xil shaharlari bo'ylab sayohat qildirishi. Xuddi shu grant dasturi doirasida juda kichkina bir summaga, kichkina bir pulga yoki umuman bepulga sizlarni Turkiya bo'ylab sayohat qildirishadi. Va yana bitta imkoniyati bu Erasmus programmasi. Erasmus programmasi Turkiyaning ko'plab universitetlarida bor. Undan tashqari yana boshqacha programmalar ham bor, lekin sizlarga eng foydalisi bu Erasmus. Nimaga? Chunki Erasmus programmasi yordamida sizlar Yevropa universitetlarida o'qib kelsanglar bo'ladi. Polsha bo'lsin, o'sha Angliya bo'lsin yoki Yevropaning boshqa davlatlari bo'lsin, maza qilib o'qib, bir semestrdan 1 yilgacha o'qib tajriba orttirib kelsanglar bo'ladi. Turkiya burslarining minus tarafi ham bor. Minus tarafi nimada? Mana sanab o'tgan hamma imkoniyatlar bor-ku. Mana shu hamma imkoniyatlarni
agar sizlar yaxshi o'qimasanglar sizlardan olib qo'yadi va o'qishinglar kontrakt asosiga o'tadi. Bu degani bo'ldi, sizlar grant o'qitiruvdinglar, endi kontrakt to'lab o'qiysizlar va shuncha imkoniyatlardan mahrum bo'lasizlar. U yoqda endi o'rtalama baholar bor, balloviy sistemalar bor. Men bular bilan sizlarni boshlarni qotirmayman. Prosta yaxshi o'qinglar, baholarni yaxshi ushlaylar va grantdan shu o'qishinglar davomida, o'qishinglarning yakunigacha maza qilib foydalaninglar. Sizlar bilan endi Turkiya burslari dasturiga hujjat topshirish jarayoniga o'tamiz. Birinchi bo'lib Google любой brauzer ochasizlar. Bu yerda Turkiya burslari deb yozasizlar. Mana shu tayyor. Va birinchi chiqqan havolani bosamiz. Turkiya Scholarships, Turkiya burslari. Kirganinglardan keyin o'ng tomon tepada application login degan joyi bor. Shu tomonga o'tamiz. Bu yerda kirish bo'ladi. Mana bu yerda register degan yozuv bor. Plus belgichasi ham bor ekan. Registrni bosamiz. Registrni bosganimizdan keyin bu yerga ma'lumotlarimizni to'ldiramiz. Ism, otchествоmiz, familiyamiz, bu yerda jinsi, tug'ilgan sananglar, qattanliginglar, mana O'zbekistonni yozasizlar bu yerga. O'zbekistondan bo'lsanglar agar. Bu yerda pochtanglar, bu yerda yozgan pochtanglar yana qaytib yozasizlar. Bu yerda parolni yozasizlar. Bu yerda savol yozasizlar. Shu agar mabodo pochtanglarni, parolinglarni esingizdan chiqarib qo'ysanglar, o'sha savol chiqib turadi. Shuni savolini yozasizlar. U yo'ga o'zingizlarga parolinglarni eslab olish uchun qulay bo'ladigan javobni ham yozib qo'yasizlar. Keyin men robot emasni bosamiz. Rozimanni bosamiz va shunaqa qilib jo'natamiz. Shu bilan yana bitta ekran orqaga qaytamiz. Bu yerda kiritgan pochtamizni yozamiz bu yerga. O'ylab topgan parolinglarni ham yozasizlar. Pochtanglar bilan o'ylab topgan parolinglarni yozganingizdan keyin sizlarni birinchi bo'lib mana home page ga o'tadi. Home page da bu sizlar grantga qaysi bosqichda topshiryapsizlar? Litsey, bakalavr, magistratura, doktorantura shularni tanlaysizlar. Faqat bu qachon tanlanadi? Birinchi bo'lib mana hamma daniylar bor-ku. Mana bu hamma daniylar to'ldirganinglardan keyin mana bu undoli galdochkaga aylanadi. Shundan keyin sizlar tanlab qaysi bosqichda o'qimoqchiliginglarni tanlab, keyin yuborasizlar. Bakalavrga 21 yoshgacha, magistratura 30 yoshgacha yuborasizlar. Mana birinchisini bosasizlar. Magistraturadan birinchisini bosasizlar. Bu Turkiyani o'sha burslari, ya'ni Turkiya Scholarship'i. Buni bosib jo'natasizlar. Magistraturada sal farqliroq hujjatlarni so'rashi mumkin. Aytaylik, shu bakalavrni ham diplomini yukla deyishi mumkin. U informatsiyalarni mana bu education information bor, mana shu yoqqa yuklab ketaverasizlar. Xo'p, home page dan keyin biz personal informationga o'tamiz. Bu yerda bizani pasportimizda bor daniylarni hammasini so'raydi. Kirgizamiz, o'sha ism, familiya, otchествоmiz, tug'ilgan sanamiz, jinsimiz, pasportimizning turi, o'sha zagram bo'lsin, ID oddiy bo'lsin, shu hamma narsani kirgizib ketamiz. Undan keyin bizani hobbilarimiz haqida informatsiya ketyapti. Bizani nima hobbilarimiz bor va nima special talantimiz bor bizani. Shu narsa haqida ham informatsiya kiritib ketamiz. Keyingisi bu kontaktli informatsiya. Turkiya burslari granti sizlarga aloqaga chiqishi uchun sizlar kontaktli informatsiya qoldirib ketishinglar kerak bo'ladi. Bu yoqda davlat, yashaydigan davlatinglar, shaharinglar, pochta, домашний telefon, mobil telefon, ko'cha, binolarning nomeri va eshiklarning nomeri yoziladi. Bu yoqda aytaylik, hozir yashayotgan joyingizda qanchadan beri yashayotganingizni ham kirgizib ketasizlar va eng oxirida sotsialniy media, ya'ni ijtimoiy tarmoq. Bu yoqda o'sha Facebook, LinkedIn bor, Skype, Twitter, Google va boshqa ijtimoiy tarmoqlar bo'lsa, ya'ni biz ko'p Instagram, Telegram ishlatamiz, bularni ham yozib ketsanglar bo'ladi. Keyingisi oilaviy informatsiya. Bu yoqda ona ismi, otaning ismi, nechta farzandimiz oilada va ona hayotdami, ota hayotdami va marital status, bu birga yashashadimi yo'qmi, shu haqida ham yozish kerak, ya'ni turmushdami yo'qmi. Va oilani umumiy topadigan puli. Va keyingisi bu education information. Bu yoqda sizlar hozir qaysi bosqichda o'qiyapsizlar? Misol uchun hozir 11-sinf o'qiyotgan talabalar bor. Shu 11-sinf o'qiyotganlar haqida ma'lumotlarni kirgizasizlar.
hali attestat olmagan bo'lsanglar, direktoringlardan ma'lumotnoma yozdirib olasizlar, shu oxirgi sinf o'qiyotganinglar haqida va shu ma'lumotni bu yerga kirgizasizlar. Agar kollej yoki litsey bo'ladigan bo'lsa, uni ham kirgizib o'tishinglar kerak bo'ladi. Keyingisi bu language details. Bu yerda til bilishinglar, agar qanaqadir sertifikatinglar bo'lsa, bularni ham kirgizsanglar bo'ladi. Bu shu grant yutish ehtimolini yana ham oshiradi. Turk tilini bilsanglar, TOEFL sertifikati, ingliz tili bo'lsa, IELTS, TOEFL, SAT yoki qanaqa xullas nima sertifikatinglar bo'lsa, hammasini kirgizsanglar bo'ladi. Даже Turkiyaga bog'liq bo'lmagan, turk tili, ingliz tilidan tashqari bo'lgan sertifikatlarni ham kirgizib o'tsanglar bo'ladi. Ya'ni bu sizlarni til o'rganish potensialinglar borligini anglatadi. Aytaylik, Xitoy tilini bilasizlar. Xitoy tiliga HSK deydi, ular shu sertifikatinglarni ham kirgizib qo'ysanglar bo'ladi. Keyingisi bu work experience. Bu yerda agar turkchada bo'lsa, ish deneyimi deb yozib qo'ygan bo'ladi. Bu yerda qayerda ishlagansizlar? Oldin ishlaganmisizlar o'zi? Shu ish tajribangiz qanaqa? Shu haqida yozishinglar kerak bo'ladi. Bu yerda mana CV dokumentni bu yerga joylab qo'ysanglar bo'ladi. Undan keyingisi akademik kvalifikatsiyalar. Bu yerda kimga kerak bo'ladi? Misol uchun qaysidir universitetlar shu kvalifikatsiyalarni so'raydi sizlardan. O'shaning uchun sizlar topshirayotgan universitetlarni bilib olinglar. Shunaqa ma'lumotlar so'raydimi, yo'qmi? Shunga qarab topshiringlar, lekin 80% universitet bu narsani so'ramaydi. Sotsial aktivitetlar, ya'ni sizlar aytaylik qanaqadir sportda, qaysidir musobaqalarda yutgan bo'lishingiz mumkin yoki boshqacha sotsial yutuqlar, aktivitelar sizlarda bo'lishi mumkin. Shu haqida ham yozishinglar kerak. Aytaylik, maktabda kamalak sardorisizlar, shuni ham yozib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni shunaqa aktivitelarni bu yerda yozadigan joy. Keyingisi Turkiyadagi experience, ya'ni oldin sizlar Turkiyaga kelganmisizlar, yashaganmisizlar, Turkiya haqida nima bilasizlar, shu haqida yozib o'tib ketasizlar. Keyin sizlarni mana bu yerda sizlarni jo'natgan arizanglar ko'rinib turadi. Qaysi sizlar etapdasizlar hozir? Bu yerdan kuzatsanglar bo'ladi. Shu bilan bu yerda aytganimdek, hamma punktlar galochka bo'lishi kerak. Ikkita galochka bo'ladi. Shunaqa galochka bo'lib chiqish kerak. Shunda sizlarda polniy application, ya'ni ariza to'ldirish bitgan bo'ladi. Va o'ng tomon tepa qismda til tanlasanglar bo'ladi. Biz O'zbekistonda ko'pchilik rus tilini biladi, ko'pchilik turk tilini ham biladi. Shuni tanlab bemalol arizani to'ldirsanglar bo'ladi. Bu videoda sizlarga Turkiya burslari granti haqida, o'z ichiga nimalar qamrab olish haqida va bu grantga qanaqa topshirish kerak va qanday hujjatlarni topshirish kerak haqida sizlar bilan gaplashib o'tdik. Undan ham batafsil ma'lumotlarni bizning Telegram kanalimizdan ham olsanglar bo'ladi. Blogimizda jonli efirlar qilib turamiz. Ularda ham qatnashib, yana ham foydali ma'lumotlar olib tursanglar bo'ladi. Bizani kuzatishda davom etinglar, kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar.